qanday qilib investordan investitsiya jalb qilish mumkin? Maqsadlarimni sizlarga aytib beramanmi yoki siz savol javob qilasizlarmi? Qanaqa tekshirasiz? Kimdandir meni yaqinlarimdan so'raysizlarmi? Ya'ni investitsiya qildi degan to'g'ri ish qildi degani emas-da. Operatsionkadan chiqqan deyapti-da. Hozir siz aytayotgan narsa bu operatsiyonka. Siz yaqin aloqada bo'lganingiz bilan Zafar aka sizga hech qachon sof foydani aytmaydi sizga. Pulingizni olib ketingmi bo'lsam, men hali ishlatmadim deb pulini berib yuborib qutuldim deyapti. Sizga o'xshagan odam yetishmay turibdi bizga. Siz kirsangiz tamom biz rivojlanib ketamiz deydi. Pul bo'lsa bo'ldi, hozir mashina tez tikib yuborish kerak. Bu bola o'sha 10 yilda ichida chidab bera oladimi, yo'qmi? Akmal aka o'zlari Akmal payt o'zlari dastavka qilib yuribdilar-da. Ya'ni startapni ichigacha kirib, qaysi bir komissiya uni bekor qildi. Bu dori zarar ekan deb chiqdi. Bu risk. Avvalambor biz birinchi bo'lib o'sha biznesni asoschisiga qaraymiz, ya'ni ortib keta oladimi shuni? Assalomu alaykum Aljon aka. Va alaykum assalom. Xursandman. Bugun ikkinchi podkastim. O'zi men umuman podkastlar o'rganmaganman. Kamchiliklarim bo'ladi suhbat davomida. Hech qisi yo'q. Xudo xohlasa sekin-sekin o'rganyapman. Xush kelibsiz studiyamizga. Siz bilan u kuni shu nonushta formatida ikkalamiz gaplashayotganimizda shu g'oya keldi. Ya'ni mana shu tadbirkorlarni hozirgi paytda O'zbekistondagi tadbirkorlarni qayerga qarab ketyapmiz o'zi. Treninglar, coachinglar ko'p masalalarda gaplashdik. Ayniqsa mana investitsiya bilimlari shular haqida gaplashdik. Keyin shu qaror qilindi, ya'ni bugun siz bilan xudo xohlasa suhbatimizda asosiy ya'ni erkin mavzuda, boya aytganimizdek erkin mavzuda bo'ladi va ko'pchilik sizni o'zi men taniyman, sizni yaxshi taniyman va ko'pchilik tadbirkorlar ya'ni tadbirkorlik kerakli ilm bor sizda, tajribangiz bor. Shuni o'zingiz haqingizda ozgina bir gapirib bersangiz, qanaqa ilm egasisiz o'zi, qanday tajribalar bor sizda, tadbirkorlar nimalarni olsa bo'ladi sizdan, shular haqida. Chunki men o'zimni bilasiz, men aniq skritniy chempionlarni o'zi bozorga olib chiqish bo'yicha o'zi hobbiyim shu. Men juda yaxshi ko'raman bu narsani. Avvalambor taklif uchun rahmat. Mavzu qiziq, chunki tadbirkorlarda og'riqli nuqtalarni birga muhokama qildik va tadbirkorlarga treninglar doirasida, konsultatsiyalar doirasida qo'ldan kelgancha yordam berish bu haqida ketdi. Demak, o'zim haqida gapiradigan bo'lsam va qanday ilm egasiman, tadbirkorlarga nima bera olishim mumkin, shular haqida gapiradigan bo'lsam, demak o'zim ma'lumotim iqtisodchi, moliyachi. Oxirgi 15 yil investitsiya sohasida ishlaganman. Ya'ni O'zbekistonga investitsiya jalb qilib, undan keyin xususiy sektorda ishlaydigan kompaniyalarga, bizneslarga investitsiyalar kiritganmiz. Birinchi Uzomon Kapital, agar eshitmaganlar bo'lsa, bu Omon davlati bilan birga O'zbekiston davlati o'rtasida ta'sis etilgan $200 million, undan ham katta summa bo'lishi kerak, katta fond va ular faqat xususiy investitsiyalar bilan shug'ullanadi. Ya'ni aksiyalar bozoriga emas, aynan yopiq turdagi kompaniyalarga to'g'ridan to'g'ri investitsiya kiritishadi. Xuddi sheriklik asosida, ya'ni tadbirkor bor va fond bor. Ikkalasi mana shuna qilib sheriklik qiladi. Va hozir ham qisman endi ishlayman, bu haftaga bir kun ajratayman. Bu Sturgeon Capital, bular venture investitsiyalar bilan shug'ullanadi. 2018 dan beri ular bilan ishlayman. Ko'proq startaplar, IT texnologiyalar va boshqa logistika, misol uchun elektron savdo, mana shu sohalardagi kompaniyalarga investitsiyalar qilib kelganmiz. Sturgeon Capital doirasida. Demak, asosiy mendagi ilm qanday qilib investordan investitsiya jalb qilish mumkin. Mana shu tadbirkorga o'rgatish mumkin shu narsani. Xuddi shunday, hozir ham investorlarning o'zlari O'zbekistonga keladigan aksariyat xorijiy investorlar, endi aksariyat demayman, chunki men bilmayman, meni siz atrofimdagi investorlarning aksariyati mendan yana O'zbekistonga kelganda albatta konsultatsiya olishadi. Ya'ni Sturgeon Capitalni networkidagi investorlar.
Misol uchun yaqindayam kelgan investorlar mehmonxona sohasiga, qurilish materiallari bilan shug'ullanadigan sohalarga investitsiya kiritsak, Mhm. shu sohalarni rivojlantirsak, Mhm. nima maslahat berasan degan nima bilan chiqishdi. Mhm. Va men O'zbekiston haqida, O'zbekistonda qanday ishlash kerakligi haqida ularga qo'limdan kelgancha maslahatlarim bilan yordam beraman. Mm. Ekspertizam bilan yordam beraman. Necha yillik tajribangiz bor Andijon bu sohada? Endi Ya'ni Uzomanda mana Uzomaga nechinchi yil kirgansiz? a, Nechinchi yil o'tdi? Necha yil o'tdi? O'zingiz faoliyatingizni ko'rsatgansiz? 2009-2017-yillar oralig'ida Mm. Uzoma Capital ishlaganman. Mhm. A, 8 yil. menejer va Mm. generalniy direktor, ya'ni bosh direktor lavozimlarida Mhm. ishlaganman. Undan keyin Sturgeon Capitalda esa O'zbekiston bo'yicha partnyor. Mm. Ya'ni O'zbekistonga kiritiladigan har qanday investitsiyalarni o'rganish, tahlil qilish, keyin invest komitetga olib kirish hammasi bilan shug'ullangan. Andijon aka, mana Sturgeon Capital haqida Mm. gapirdingiz. Ya'ni buni ozgina tushuntirib bering. Ya'ni nima o'zi bu? Ya'ni misol uchun bir xil terminlarni o'zim ham shaxsan o'zim ham bir xil terminlarni tushunmayman. Ya'ni menga o'xshagan tadbirkorlar bo'lishi mumkin. Yaxshi. Sturgeon degani inglizchasiga haligi Kaspiy dengizidagi cho'rtan baliq bor o'zimizda. Mana shu baliq nomiga qo'yilgan. Oh. Sababi 2000 mana shu Sturgeon Capitalda asoschisi bir italiyalik bola bo'lgan. O'sha yigit O'zbekistonga tashrif qilgan chog'i O'zbekistonni, O'rta Osiyoni, Markaziy Osiyo mamlakati, Kavkaz mamlakatlarini yaxshi ko'rib qolgan. O'zi italiyalik bo'lgani bilan Angliyada ishlaydigan, Angliyada shu investitsiya sohasida ishlaydigan yigit edi. U keyin Yevropa va AQSh investorlarni O'zbekistonga, bizni mintaqaga jalb qilishga uringan va nomini Sturgeon qo'ygan. Chunki qo'yilishi sababi endi aytishi bo'yicha ilgari mamlakatga moshinalarda nima bo'lar ekanda, haligi Yevropadan, Londondan moshinda chiqib, bir 50 ta 100 ta moshinda yoshlar butun Pekingacha moshinada sayohat qilishgan. U shu sayohatlarda ishtirok etgan. Mongolian Rally degan bir nimasida ham nima qilgan, ishtirok etgan, ya'ni Londondan to Ulan-Batorgacha bo'lgan nima masofani bosib o'tishgan. Shunda Yevropadan kelib Kaspiyga kelganda paromlarda o'tisharkan mashinalarda. Keyin albatta bizni mintaqalarda o'tayotganda Samarqand, Buxoro ziyorat qilib ketishgan. Shunda bizni madaniyatimizni, odamlarimizni, ayniqsa taomlarimizni yoqtirib qolib, keyin qaytib borsam O'zbekistonga va boshqa qo'shni davlatlarga investitsiyalar jalb qilaman deb niyat qilgan. Mana tarixi shunday boshlanadi. Sekin-sekin hozirgi kungacha yetib keldik mana Sturgeon Capital. Ancha ko'p ishlar qildik O'zbekistonda ham. Qozog'istonda katta ishlar qilyapmiz. Qozog'istonda misol uchun biz venture sohadan tashqari yana Chevron degan kompaniya bor, neft bilan shug'ullanadigan. Ularni $250 million investitsion fondini boshqaramiz. Qozog'iston territoriyasida loyihalarga kiritamiz. Hozir 150-200 millionni o'zlashtirilgan. Siz vazifangiz nima o'tdi? Endi u yerda men maslahatchimisiz yoki Qozog'istonga javob beradigan jamoa alohida bizda. Alohida. Lekin boshida biz Chevronda tenderda buni yutishda ko'p hissam qo'shilgan. Maşallah. Chunki Chevron bu $250 million fondni boshqarishda butun dunyodagi kompaniyalarni e'lon qilgan. Shu tenderda biz ishtirok etganmiz. Bir nechta kompaniyalar bunga taklif bergan, lekin bizni taklifimiz yutib chiqqan. Va mana shu tender jarayonida biz bilan juda ko'p Chevron va ularning konsultantlari due diligence o'tkazishgan, ya'ni bizni audit qilishgan, bizni jamoa bilan ko'p suhbatlar qilgan. Shu yerda o'zimda u zamonda olgan tajribam bilan ko'p hissam qo'shilgan. Chunki u zamonda ishlab ketganman va aynan private equity deydi. O'sha private equity bo'yicha olgan tajribalarim, qanday qilib loyihalar, chunki Qozog'istondagi o'sha fondimiz faqat private equity qiladi. U nima degani private equity? Private equity degani mana aytaylik, mana Korzinkani bilasiz. Xo'p. O'tgan yil ham undan oldin mana
Uzaman va Abu Dhabi investitsiya fondi $110 million pul kiritdi. Ha, Mana shuni private equity deydi. ha. Sababi Korzinka yopiq turdagi kompaniya. Klassik biznes. Yopiq turdagi deganim, ya'ni fond birjasiga chiqmagan aksiyalar. Aksiyalar. Hali IPO qilinmagan. Shuning uchun Korzinkaga o'xshagan yopiq xususiy kompaniyalarga investorlar pul kiritadi. Aha. Klassik o'sha an'anaviy bizneslarga mana shuni private equity deydi. Hmm. Nimaga private equity? Chunki xususiy, bu yopiq. Hech bundagi ma'lumotlarni ular bozorga oshkor qilishga majbur emas. Ha, Endi uni public equity degan turi bor. Ya'ni kompaniya, investitsion fond, misol uchun public equity qiladigan bo'lsa, aynan aksiyalarni fond bozoriga olib chiqib listing qilgan, aksiyalari bozorda erkin muomala qilinadigan kompaniyalarga agar fondlar pul kiritadigan bo'lsa, unda public equity bo'ladi. Ya'ni ommaviy investitsiya, ya'ni unda investitsiya ma'lumotlari, tafsilotlari ommaga oshkor qilinadi. Misol uchun aksiyani nechta puldan sotib, shaffof bo'ladi. Mana shunaqangi nyuanslari bor. Ya'ni misol uchun aytaylik, mana iPhone yoki dunyo bozoridan misol keltiraman, ularniki shaffof misol. Mana Apple, Google bu kompaniya, bular hammasi ochiq turdagi aksionerlik jamiyatlar. Ularda aksiyalari erkin muomalada bo'ladi va ularga investitsiya qilish, o'zi investitsiya deganda klassik tushunchamizda bu fond bozoridan borib aksiya sotib olish tushunamiz. Ko'proq. Chunki bu maktablarda ham, universitetlarda ham asosan shuni o'rgatadi. Investitsiya qilish deganda borib aksiya bozoridan shu aksiya sotib olish tushuniladi. Endi xususiy investitsiyalar o'ziga yarasha, bu ham AQShda ham, boshqa Xitoyda ham mana juda katta bozorga ega. Lekin hali aytgandek, bu yopiq turda bo'lganligi uchun uni ichidagi o'yinlar, undagi qoidalar ancha sirli tuyuladi-da. Chunki hammaga ham oshkor qilinmaydi u narsalar. Сделка haqidagi ma'lumotlar faqat o'sha ichkaridagi odamlarga ma'lum bo'ladi, xolos. Va buni ishlash qiyinroq o'zi aslida. Aksiyalar bilan ishlashga qaraganda private equityda ishlash ancha murakkab. Nimaga? Chunki ma'lumotlar ko'pi yashirilgan bo'ladi-da ichkari. Shuning uchun sizni vazifangiz investor sifatida haligi kompaniya bilan bevosita ko'p ishlashingiz kerak. Uni ko'p o'rganishingiz kerak. Chunki ular oshkor qilmaganda shu paytgacha hech qaysi ma'lumotni va ular haqidagi xabarlar, ma'lumotlar bozorga chiqmagandan keyin bozor u haqida katta tasavvurga ega bo'lmaydi. Yo'q, mana hozir men to'g'ri tushundimmi? Ya'ni investor bu yerda mana o'zi aytaylik Korzinka misolida keltirdingiz. Misol uchun Korzinka rahbarlari bu yerda ko'proq ishlashga qiyin investitsiya tortishadimi? Ya'ni shunaqa tushunyapmanmi? Yoki chunki shaffof emas, ya'ni chet elda misol shaffof bo'lsa, ya'ni hamma narsa boya aytganingizdek hamma narsa shaffof bo'lsa, keyin ular ishonch bildirib, keyin investitsiya kiritishadi o'zi. Misol uchun shaffoflik nima qanday? Masalan, ajratib bering. Qarang. Misol uchun Microsoft kompaniyasi 2025-yil yakuniga ko'ra qancha sof foyda qildi va uning aksionerlariga qancha dividend to'ladi. Bu ma'lumotni bilmoqchi bo'lsangiz, bemalol Google Finance'ga yoki Yahoo Finance'ga o'xshagan yoki Bloomberg'ga o'xshagan yoki ba'zida kompaniyaning o'zining veb-saytida ham ular buni e'lon qiladi. Ma'lumotlar, asosiy ko'rsatkichlarni e'lon qiladi. Siz ularni ochib o'rganasiz. Va keyin o'sha kompaniyalar haqida tasavvuringiz ancha oydinlashadi. Lekin mana Korzinkani hozir shuncha siz yaqin aloqada bo'lganingiz bilan Zafar aka sizga hech qachon sof foydani aytmaydi sizga. Siz buni faqat qancha do'koni borligini bilishingiz mumkin. Va veb-saytida e'lon qilgan o'sha ko'rsatkichlar bilan kifoyalanasiz-da. Demak, ichki moliyaviy ma'lumotlar shaffof emas. Ya'ni endi agar unga investitsiya qilmoqchi bo'lsangiz, siz uni chuqur o'rganishingiz kerak. Investor sifatida. Investor sifatida. Bo'ldi, tushundim. Shuning uchun bu yerda ko'proq ish qilinadi demoqchiman. Ya'ni investorlar shunaqa paytda, ya'ni sizga o'xshagan bu yerda misol uchun insonlarni qidirib topish kerak ekan. Shunday. Siz misol uchun siz va sizni kasbdoshlaringiz deylik, misol uchun
yani tajribali insonlarni topib, demak o'rganib beringlar deb Albatta. aytdilar. Keyin sizlar ichidan o'rganasizlarmi? Misol uchun, o'zi bular mana soliq to'lashadi deb ana hamma anaqada o'zi bitta korzinka bo'lsin yoki akfa katta misol uchun kompaniya mana hozir V2 ochildi yoki o'zida yani bular o'zi shaffof anaqasi soliqlarni joyida to'lashadi. Ya'ni undan bilib bo'lmaydimi demoqchiman. Yo'q. Ochiq. Mana bilib bo'lmaydi. Mana Way2 misol uchun Way2 kommandit tovarishli shaklida ochilgan muassasa. Ular majbur emas haligi ommaga e'lon qilishga. Mas'uliyat cheklangan jamiyat shaklida ochildi misol uchun. Iman Invest yoki boshqa nimalar. Asaxiy bor. Asahiylar ham mas'uliyat cheklangan jamiyat. Ular ham majbur emas. Qachonki ular aksionerlik jamiyati shaklida ochilib, aksiya chiqaradigan bo'lsa va aksiya chiqarib sotib mablag' jalb qiladigan bo'lsa, ana endi ular majbur bo'ladi shaffof bo'lishga. Ular to'g'ri ba'zida mana Iman bo'lgan hozir ularni ko'rganman. Tor doirada e'lon qiladi. Chaqiradi bir investorlarini. Mana bizda ko'rsatkichlarimiz deydi. Hozir shuncha nima qildik deydi. Lekin bu o'zini asosiy investorlar. Lekin mana bu nimalar aytaylik aholi, pul qo'yadigan aholi. Ularga faqat o'zini depoziti bo'yicha ma'lumot beradi. Misol uchun shu bo'yicha aytaylik 20%, necha foiz daromad qildingiz degan. Lekin hech qachon aytaylik portfeli bo'yicha, portfelini holati bo'yicha, portfeldagi muammolar bo'yicha hisobot berib o'tirmaydi. Bu aytayotganingiz hozir esimga tushyapti. Bu Turkiyada ham bor menimcha, yopiq holatdagi biznes. Yaqinda bir qaysidir Endi bular juda ko'paygan. Demoqchiman. Hamma joyda biz o'ylaymizki, anaqa shaffof bo'ladi, chet davlatlarda degan narsa odamlar shaklanadi. O'z aslida ochiq turdagi aksionerlik jamiyatlar son jihatdan yopiq turdagi kompaniyalarga nisbatan karra kamroq. Nimaga? Chunki shaffof bo'lish, aksiyalarini fond bozoriga olib chiqib listing qilish bu qimmat jarayon va bu murakkab ish, oson ish emas. Chunki fond bozori, o'sha birjalar aytaylik, New York fond birjasi, London birjasi, bular juda katta talablar qo'yadi. Shaffof bo'lish uchun, misol uchun aytaylik, biznesingiz yashirin iqtisodiyotda bo'lmasligi kerak. Daromadlar hammasi shaffof bo'lishi kerak. Keyin hisobotlar hammasi legal, ya'ni qonuniy daromadlarga ega bo'lishingiz kerak. Sizning management haqida to'liq ma'lumotlar berishingiz, kimlar boshqaryapti. Juda haligi talablari yuqori. Biznes egasini ruhiyatligi bilan ham men bir marta sizdan eshitdimmi? Ya'ni biznes, ya'ni kimni qo'lida o'zi bu qanchalik ruhiyati buni anaqa biznes olib keta oladi, qanchalik buni missiyasi yoki oliy maqsadlari haqida ham o'rganilar ekan. Bir o'zingiz aytib berdingiz shekilli. Misol uchun biz tekshiramiz birinchi. To'g'ri biznesga qaraymiz, lekin avvalambor biz birinchi bo'lib o'sha biznesni asoschisiga qaraymiz. Ya'ni tortib keta oladimi shuni yoki yo'q. Yani CEO sifatida uni qanchalik uni fokus masalalari haqida bir aytdingiz. Shu haqda gapirmang. Nimaga qaraysizlar? Misol uchun aytaylik, men tadbirkorman. Biznesimga investitsiya jalb qilmoqchiman. Siz investor misol uchun siz. Mani qaysi xususiyatlarimga qaraysiz yoki biznesimni nimalariga qaraysiz? Ya'ni ozgina shu haqda. Endi o'sha aksiyalar bozori emas, aytaylik oddiy o'zimizda kichik kompaniyalarga investitsiya qilishda gapiradigan bo'lsak, ikkala investitsiya qilishda ham o'ziga o'xshash jihatlari bor. Shu bilan tamoman farq qiladigan jihatlari bor. Shu farq qiladigan jihatlari shuki, biz O'zbekistonda tadbirkorlar bilan ishlayotganimizda moliyaviy ko'rsatkichlarga unchalik e'tibor bermaymiz. Ayniqsa IT startup sohalar. Nimaga? Chunki bu kichik startaplar yoki o'sha an'anaviy bizneslarga ham olaylik, bu narsalar juda o'zgaruvchan bo'ladi. Va biz bugungi ularni moliyaviy holatiga yoki bugungi yutuqlariga ishonib kirmaymiz. Kelajakda qilmoqchi bo'lgan yutuqlarini, erishmoqchi bo'lgan muvaffaqiyatlarga ishonib kiramiz. Ishonmasak kirmaymiz. Farq shunda-da. Ya'ni
Amerikada aksiya sotib oladigan odam Aha. odatda hozirgi holatiga ko'proq qiziqadi. Ha. Hozir kuchli dividend berayotgan bo'lsa, mana keyingi 1-2 yilda uzoq oladida. Lekin biz keyingi 10 yilda ko'rishimiz kerak startap qilayotganimizda. Bu bola o'sha 10 yil ichida chidab bera oladimi, yo'qmi? Ha. O'sha ruhiyat deganda o'shalarni nazarda tutganman. Ya'ni ayniqsa startap sohasida aytaylik bir 30 yoshar bola asoschi olib boryapti. Ertaga 40 yoshga bo'lganda o'sha kompaniyani qay darajaga olib chiqadi. Shu muhim bizga. Juda ko'plar kiradi startap qilishga, lekin 1 yil, 2 yil, 3 yildan keyin undagi bor quvvat, rag'bat o'ladi. Chunki muvaffaqiyatsizlik ustiga muvaffaqiyatsizlik kelaveradi-da startap qilayotganingizda. Birinchi xohlagan rejangiz amalga oshmaydi. Ikkinchi qo'ygan maqsadingiz u ham cho'zilib ketaveradi. Siz investordan 100 ming olmoqchi bo'lsangiz, u sizga 50 ming beradi. 1 million so'rasangiz, sizga 300 ming beradi. Siz ko'zingiz ostingizga bosib qo'ygan bir aytaylik bir CTO rolidagi bir nomzod boshqa taklifni olib ketib qoladi. Bunaqangi ishlar ko'p bo'ladi. Xo'p, men Alizoniki anaqa zo'r bo'lyapti-da suhbat. Anaqa siz aytyapsiz. Mana aytaylik, mana investitsiya kirityapsizlar men kompaniyamga. Investor bo'lib kiryapsizlar. Mani nima, qanaqa qilib, qancha muddatda mani sizlar tekshira olasizlar? Qanaqa mani ichimdagi o'sha maqsadlarimni sizlarga aytib beraman yoki sizlar savol javob qilasizlarmi? Qanaqa tekshirasiz? Kimdandir mani yaqinlarimdan so'raysizlarmi? Mana shu joyda asosiy haligi ключевой joylar deb o'ylayman. E'tibor beriladigan jihatlarimiz ham oshib boradi, lekin boshida eng kamida 2 ta narsa bizni qoniqtirish kerak. Birinchisi asoschi, ikkinchisi o'sha platforma ishlayotgan bozorda hajmi. Shu ikkalasi bozor hajmi katta bo'lish kerak. Kichkina bozorlarda startap qilib bo'lmaydi, chunki u tezda nimaga yetib keladi-da, haligi to'ynadi, tez to'ynadida, keyin bu yoq o'sish qiyin bo'ladi. Chunki bozor katta bo'lsa, o'sish salohiyati baland bo'ladi. Asoschi sifatida sizni qoniqtirishingiz, bu ishda siz 10 necha yildan beri qilib kelyapsiz. Va eng yaxshi bilasiz, ustalarni ham yaxshi bilasiz va siz bu bozordagi eng og'riqli nuqtalarni bilasiz. Chunki suhbat davomida shuni bildim. Og'riqli nuqtalarni bilyapsiz va siz platformangiz aynan shu og'riqli nuqtalarga siz yechim ishlab chiqaryapsiz. Bu investorlarga mana shu asoschini tayyor ekanligini bildiradi. Ko'pincha asoschilar o'zlari umuman xayoli, tasavvuriga ega bo'lmagan yechimlar haqida o'ylashadi. Tushunarli. Misol uchun aytaylik, boshidan o'tmagan narsaga. Umrida fast foodda ovqat zakaz qilmagan odam fast foodlarga yechim qilmoqchi bo'ladi, misol uchun. Bu bo'lmaydi-da. O'sha doimo fast foodlarni ovqat olib yurgan odam keyin fast food kompaniyalarga misol uchun qanaqadir raqamli yechim taklif qila olishi mumkin. Men Akmal akam Payzip shu yerda misol keltiraman. Express 24 da men Akmal akamni orqalariga o'sha hozir anaqa ovqat tashiydigan sumka bor-ku. Ryuksak katta, to'rtburchak katta ryuksakni tashib yurganlarni ko'rganman-da. O'zim. Akmal akam Payzip o'zlari dastavka qilib yuribdilar-da. Ya'ni startapni ichigacha kirib o'sha o'zlarini rahbar deb tutmayaptilar. U bilmaydi, o'tdagi insonlar-da, bu inson asoschi, ya'ni Express 24 asoschiligini bilmaydi. O'zlari borib, mana haqiqiy deganman, mana shu yerda ham nima deydi, meni uchun Akmal akam o'sha yerda juda Akmal akamga hurmatim juda ham oshgan. Sababi bular haligi nima deydi, nafslarni bu yoqqa olib qo'yganlar-da, haligi misol uchun menga qo'yib bersa, misol uchun davay tashlaring deb olaman-da, u ichini bilmayman, boshqa qilmayman. Hozir zo'r anaqa misol keldi. Nimagadir men juda anaqa bo'ldim. Akmal akam shunga rosa misol tushdi. Endi bu yerda ikkita nima bor, sabab bor, nima uchun u kishi bu ishni qilganligi. Ya'ni balki o'zlarini to'ldirishi ham mumkin. Birinchi sabab, siz aytganingizdek, jamoani ichida ishlasangiz, jamoani hurmatini qozonasiz. Ular bilan men sizlar bilan birgaman degan bu yerda ma'no bor-da jamoaga. Ikkinchi eng asosiy, yana bosh hal qiluvchi sabab, asoschi sifatida u doimo
produktni yaratilishida texzadaniyani, talabni, texnik talablar qo'yadigan shaxs hisoblanadi. Asoschi o'sha produktni boshida turadi. To'g'ri, produktga qaraydigan menejerlar bo'ladi, lekin asoschi produktni bir noldan to oxirigacha har bitta zvenosini, bo'g'imini yaxshi bilish kerak. Shuning uchun u, misol uchun, Akmal aka bu qilgan jarayonda har bitta svetoforda qancha vaqt ketishligi, haligi etajga chiqayotganda qancha vaqt olishligi, Shu jarayonlarni o'tib chiqib qolibdi. mijoz misol uchun telefonda so'kib yuborishi mumkin kech qolganligi uchun. Shularda qanday javob berish bo'ladi. Bularni hammasi chiqib keladi va u o'rganib, u ertaga produkt yasaydigan bolalarga shu mana shu nyuanslarni aytib turadi. Ya'ni meni o'zim ham startap yaratish ko'p ishtirok etganman-da. Bu narsa bilish kerak, ya'ni ichida o'shani albatta ichida qaynash kerak ekan. Albatta. Hozir umuman Chunki bir daqiqa ham dastavkada farq qiladi-da. Misol uchun mana oldin bir startap bor edi, Lesal ismida, shu Lesals. shular bilan qilganimda ular o'sha hozirgi paytda bozorda hamma 40 daqiqada dastavka qilyapti dedi-da. Mani bizlarning maqsadimiz 19 daqiqaga qilish. 20 ham emas, 19. Chunki 1 daqiqa ham katta rol o'ynaydi. Yaqinda mana nimada farzandim больницada yotganda nima qildi, iltimos qildi, pitsa zakaz qilib bering dedi, dada dedi. Bellissimodan zakaz qildim va 35 daqiqa olib boramiz dedi. Keyin tez olib borib berdi. Qarasam 19 daqiqada olib kelib beribdi-da. Kutganingizdan ko'proq. Ancha kutganimizdan ko'ra ancha tez olib borib beribdi. Hozir ozgina oldin nima qildik mana, ya'ni tadbirkor biznes ichida qaynashgan, IT qilsa ham, misol uchun o'sha boshidan o'tgan bo'lishi kerak. O'sha narsani ichida mana qozonga tushdimi, biznes shunaqa, haligi qaynash kerak. Bir xil hozir endi bilmadim, bir xil spikerlarimiz, O'zbekistondagi hozirgi bir xil spikerlarimiz operatsiyonkadan chiqqin deyapti-da. Hozir siz aytayotganingiz bu operatsiyonka-da. Ya'ni to'g'ri, boshida o'rganiladi. Men misol uchun bir marta Shuhrat aka Xoltoyev bilan gaplashganimda, ularning ustozlari bor ekan. Ustozlari milliarder ekanlar, ya'ni Amerikada ustozlari. Va milliarder odam deyaptilar, men ustozim deyaptilar. Milliarder o'zi, misol bir nechta sitoy o'sha gostinitsalarni asoschisi-da va aytayaptilar, milliarder bo'lsa ham pastga tushadi, ya'ni operatsiyonga bir tushadi. Hamma narsadan shunday voz kechib, operatsiyonga tushib, yana o'rganadi-da, o'zi uchun qiladi u narsalarni. Ya'ni o'rganib pastdan yana bir o'sha qanchadir muddatda aytuvdilar, esimda yo'q. Shu tushar ekanlar demoqchiman. Hozir mana bizani O'zbekistonda Aljon aka, mana men o'z bilasiz, anchadan beri tadbirkorlarni o'sha sizga o'xshagan chempionlarni olib chiqamiz. Misol uchun Ulug'bek ham, Hoji Ahmedov, yaqinda Laziz akamni Adhamov olib chiqdik. Bir nechta bunaqa loyihalar qilyapmiz. Birortasida hali eshitmadim, bularda anaqa operatsiyonkadan chiqqan, katta bola bo'lgan degandaydi, haligi operatsiyonkadan. Demak, bir xil spikerlarimiz chiqinglar deyaptilar. Ya'ni operatsiyonka bu yoqdan tashqaridan qaranglar, biznesni topshiringlar уже hamma anaqalarga deyapti. Keyin tadbirkorlar bilan gaplashaman, ichida yuramiz. Bir xil tadbirkor aytadi, shu biznesni sevsamman, yaxshi ko'rib qilganman shuni boshidan va shunga mehr berganman. Nimaga men chiqishim kerak? Operatsiyonkalarda ham hamma xabardor bo'lib turishim kerak degan, hammasida emas albatta. Endi o'zini misol uchun SEO qo'yiladi, HR qo'yiladi. Finansiz hamma o'zini ishi bor. Lekin ko'p holatlar balki tadbirkorlarni ba'zi birlari noto'g'ri tushunibmi, men ko'zim bilan ko'rganlarim bor. Polni biznesdan chiqishdi-da. Ya'ni sayohatlarga ko'proq urg'u berishdi, klublarga qo'shilganlar bor. Misol uchun bitta tadbirkorni bilaman, bir nechtasini bilaman. 5 ta klub bor, 5 ta hammasida bor dedi. Ya'ni hammasi bir oyda bittadan yig'ilsa, o'zi 5 kuni yo'q. Har bittasi bir yilda 2 martadan sayohat chiqsa, kamida o'shalarni bittasida chiqib kelishadi. Va biznes bilmadim qanchalik yurayotganini, to'g'ri sayohatlar qilish kerak. Lekin xullas, meni savolim shunaqaki, tadbirkorni qanchalik to'g'ri operatsiyonkadan chiqishligi yoki qanchasiga kirish kerak, qanchasiga kirmaslik kerak. Shunaqa savol. Bu juda bir kompaniyadan ikkinchi kompaniyaga o'tganda farq qiladigan vaziyatlarda va tadbirkordan tadbirkorga ham o'zgaradigan vaziyat.
Sababi ba'zi kompaniyalar bo'ladiki, operatsionkasini tezda tizimlashtirib, tartibga solish oson bo'ladi. Aha. O'sha tizimlashgan, tartiblashgan joyda o'sha founderni, ya'ni asoschini yoki asosiy shareholderni ko'p turishligi ham haqiqatan ham unchalik shart emasdir. Lekin ba'zilarda operatsionka juda jadal bo'ladi va har kuni har xil muammolarga duch keladi. Unaqa bo'ladigan bo'lsa, operatsionkadan faqat kimnidir mentorni gapiga kirib chiqsa, chiqishim bu yaxshi ekan deyishligi bu albatta noto'g'ri bo'ladi. Chunki men bilgan juda ko'p tadbirkorlarda og'riqli nuqta shuki, munosib odam qo'yisholmaydida operatsionkani qilishga. To'g'ri. Nima qo'yishadi Zo'r endi. narsa aytdingiz hozir. Munosib odamni qo'yadiganlar ham topilishi mumkin, ukasini, boshqa nimalar. Lekin bir marta chiqib ketgan odam, misol uchun, ta'sirini yo'qotib qo'yishligi mumkin. Chunki o'zimda ham bo'lgan, ba'zi paytlar jamoa agar qanday tezda til biriktirib oladigan bo'lsa, founderga doim haligi qanaqadir bir nimalarda bahonalar topadigan bo'lib qoladida. Lekin qachonki o'zi ham ular bilan ichida yursa, ularni bahona topishga imkoni qolmaydi. Bu shunaqa o'ylayman. Lekin asosiy nuqta shundaki, operatsionkadan chiqish qachon kerak, qachon yaxshi, qulay bo'ladi? Qachonki biznes ancha o'sib, chunki o'sayotgan biznesdan chiqishlik noto'g'ri bo'ladi-da. Qachonki o'sib, o'zi har bitta kompaniyani biznesda o'zini o'sish trayektoriyasi bo'ladi. Mana bunaqangi nima burchak bilan o'sayotganda bu agressiv o'sishlar bo'ladi. Odatda bunda asosiy chiqib ketishligi durust bo'lmaydi. Chunki har bitta nuqtada kompaniya boshqa holatda bo'ladi. Tushundingizmi? Misol uchun, $10 million qiymatga ega kompaniya bilan $15 million qiymatga ega bo'lgan kompaniyani holati har xil bo'ladi-da. Tushundim. Ertaga $50 million qiymatga ega bo'lgandan keyin u kompaniya endi boshqacha holatda bo'ladi. Ya'ni mas'uliyati, unda qilayotgan ishlarida mijozlari boshqacha bo'ladi. Misol uchun, kichkina tadbirkor aytaylik, kichkina mijozlar bilan ishlasa, xaridorlar bilan ishlasa, katta kompaniyalar endi nimalar bilan ishlaydi, katta mijozlar bilan. Misol uchun, o'sha aytaylik, korzinkada endi asosiy xaridorlar bu oddiy aholi kelib sotib oladi. Bu yer tushunadi. Shuning uchun u yerda Zafar akaning operatsionkada bo'lishi shart emas. Va mana shu yaxshi misol. Zafar akaga o'xshaganlar nima, korzinkaga o'xshaganlar nima uchun operatsionkada bo'lishi shart emas? Chunki u tizimlashgan va to'g'ri yo'lga tushib ketgan kompaniya. Va ularni o'sishi ham juda predikt qilsa bo'ladi, ya'ni oldindan ko'ra bilsa bo'ladi-da. Lekin startap sohasida ayniqsa, ularda har kuni o'zgarish bo'ladi. Har kuni yangi mijozlar keladi. Har kuni marketing qilganingizdan keyin har kuni bozorda reaksiyasi boshqacha bo'ladi sizning produktingizga. Ya'ni operatsiyonka haqida ozgina, ya'ni mavzumizdan sal chetlashdik, lekin bu kerakli mavzu edi. Rahmat kattakon. Qarang, hozir mana yana o'sha investitsiyaga qaytsak, mana demak bildikki, sizlar o'sha asoschini asosiy o'zini o'sha ruhiy holati bo'lsin, o'sha qanchalik bu biznesni tushunishligi, tajribasi va shuni boshidan o'tgan bo'lishi kerak ekan, ya'ni shu narsalar. Lekin bir xil nimalar bor, mana startaplar bor, ya'ni investorlar, men o'zim ko'rgan, bilganlarim, balki qanchalik bu narsadan xabarim bor. Umuman o'sha startaplarga, ya'ni asoschisiga boshidan shunaqa katta tajribasi bo'lmasa ham pul tikishyapti-da. Ya'ni bular, ya'ni bu qanaqa bo'ladi, ya'ni anaqasi? Ya'ni u asoschini unaqa katta tajribasi bo'lmasa ham pul tikilgan holat. Bilim, tajriba va keyin men aytganimdek shaxsiy shaxsiyati, ya'ni o'sha ruhiyati ham kiradi, tafakkuri, dunyoqarashi hammasi kirib ketadi. Bilim, tajriba albatta birinchi navbatda turadi. Eng juda muhim narsa bilim, tajriba. Lekin men investorlarni ham ko'rdim, ko'rganlarim bor, ko'p ko'raman, tadbirkorlar ichida yuraman. Shoshib investitsiya kiritayotganlarni ko'ryapman.
tushunmagan bizneslariga. Mhm. Shu holatlar, ya'ni, qo'lida $100,000 ortiqcha puli bor investorlar yoki oxirgi puli bor. Mm. Nimadirlar qilib shunaqa tadbirkorlarni ko'rdimda. Mhm. Ya'ni, qo'lida mayli ortiqcha bo'lganiga gapirmaylik hozir. Mhm. Oxirgi pulini ham investitsiya qilgan, tushunmagan biznesiga Mm. investitsiya kiritganlar Ko'p bor. bo'ladi. Juda ko'p bo'ladi mana sizda ham. Mm. Ya'ni bularga Shuning qanaqa maslahat? shuning uchun man hozir buni oldingi savolni aytdingiz-ku, mana tajribasi bo'lmagan asoschilarga ham investitsiya qilishyapti-yu. Bu ya'ni investitsiya qildi degani bu to'g'ri ish qildi degani emasda hali. To'g'ri ish qildi degani emas. Bu demak u asoschilar qanaqadir jihati jalb qilgandir. Misol uchun asoschini misol uchun yaxshi gapirishligi yoki bo'lmasa investor u investor birinchi investitsiyalari bo'lishi mumkin bu narsa. Bu sohaga endi kirib kelayotgan bo'lishi mumkin. Biz ham xatolar qilganmiz. Bizlar ham Albatta. asoschilar tanlashda xatolar qilganmiz. Aytaylik, misol uchun Sturgeon'da biz birinchi fondimizdan $25 million venture fondimizdan 2021 o'zlashtirib bo'lganmiz deyarli. 25 million. Samarqandga bir e'tibor bersangiz, Samarqandda. Yo'q, bu nima? O'zbekistonda 6 ta loyiha, O'zbekiston tashqari mamlakatlarda 12 ta loyiha, jami 18 ta loyihaga pul kiritganmiz. Ya'ni bir shaxs ustiga bitta biznesga kiryapsizlarmi? Ya'ni bitta kompaniyami, holdingmi yoki Yo'q. har xil 18 Har xil, 18 har xil. Tushundim. Misol uchun O'zbekistonda mana Arzon aptekani bilasiz, Bills'ni bilasiz, Zudmolni eshitgansiz. Eshitganman. Zip 24 mana Muzaffar aka Karabayev edilar o'sha paytda Zip 24. Yana bor, yana bir ikkita. Shu kompaniyalarga biz pul kiritganmiz. Pokistonda 4 ta startapga kirganmiz o'sha yillari. Bangladeshda 2 ta, Misrda, Kiyevda, Qozog'istondan ham bitta startap kirganmiz o'sha paytda. Jami 18 ta loyiha edi. Mana shu kungacha 3 tasini biz spisat qildik. 18 tadan 3 tasi o'xshamadi. O'xshamadi, shu paytda. Balkim katta ko'rsatkich lekin ko'rsatkich bu, lekin hali ham hisob kitoblarimiz bor, hali yana biz plyusdamiz. Va ikkinchi fondni qildik. Unga ham hozir 20 million ko'targanmiz. Ikkinchi fondimizda hozircha hammasi yaxshi ketyapti. Unda xatolar ancha kamroq. Chunki birinchisida biz ancha ko'p narsa o'rgandikda. O'sha 3 tani aytyapsiz-ku. 3 tada nima xatolar bo'ldi sizda? Ya'ni nimalarga e'tibor bermagansiz? Ya'ni boshqatdan agar xuddi shunaqa loyihalar bo'lganda nimalarga e'tibor bergan bo'lardingiz? Ya'ni birinchidan eng katta xatomiz geografik. Chunki biz aytaylik, ma'no endi nazdimda harakat qilganmiz. Shu 5-6 ta davlat bor sanadimi? 5-6 davlatda biz doimo ko'z quloq bo'lib turishga harakat qilganmiz, lekin hamisha ham bunga nima bo'lmagan. Va keyin bu equity investment deyiladi, ya'ni bu sherikchilik asosida kiritiladigan investitsiyalar. Shuning uchun riskka doimo bilganmiz, risk borligini. Va bizga pul bergan investorlar ham biladiki, bu o'zi tayyor bu narsaga. Tayyor emas odam o'zi investitsiyaga sizlar olmaysizlar, to'g'rimi? Shunday. Va keyin yana o'sha asosiy qilingan xato o'sha geografik nuqtai nazardan uzoq bo'lganligi ta'sir qilar ekan. Chunki investitsiya qilganingizdan keyin ham doimo undan xabardor bo'lib turishingiz kerak. Qanaqa ketyapti. Va keyin yana bitta masala, mana hozir venture fondlar bizda ham ko'paydi-yu. Ko'piga biz 2-3%, 5% ulush bilan kirganmiz va bu narsa katta ta'sir bermaydi sizga. Ya'ni ko'p huquq bermaydi. Kamida 10% ulushga ega bo'lsangiz va kuzatuv kengashida bitta joy olsangiz, o'rin olsangiz va tez-tez siz ularni chiqargan qarorlariga ta'sir qila olsangiz, shunda ularni boshqarish va ularni halokatga yuz tutishini saqlab turishingiz mumkin. Ba'zilar bor, investorlar 1%, 2% ulush oladi, hech qanaqangi ovozi bo'lmaydi, ta'siri bo'lmaydi haligi. Huquqi bo'lmaydi. Biznes ichiga
bizga aralasha olmaydi. Aralasha olmaydi. Chunki kichkina ulushi bo'lgandan keyin ular aralashishga yo'l qo'ymaydi. Ha, qancha ulushdagacha aralashish mumkin olsa? O'zi kelishuvga bog'liq. Ha. Kelishuvga bog'liq. Tushundim. Lekin umumiy bu sohani praktikasidan keladigan bo'lsak, kelib chiqadigan bo'lsak, kamida bir 10% ulushga ega bo'lganingizdan keyin sizga borddan, ya'ni kuzatuv kengashidan sizga bitta o'rin beradi. Ha. Va keyin siz ularni qarorlariga ta'sir qila olasiz. Ha. Ba'zida bo'ladiki, Strategik qarorlar. ha, misol uchun kompaniyaga moshina olamiz deydi. Misol uchun bitta moshina olsa ham bo'ladi, lekin 4 ta olishimiz kerak deydi. CEO'ni xatosi Ha. bilan olib qo'ymasin deydi Ha, misol uchun ular aytadi, "Yo'q, nima qilasan? Undan ko'ra isbotlab bergin, misol uchun Ha. nimaga 4 ta olasan?" ha, degan savollarni bera olyapti. savol beroladi. Ha. Yo, bitta bilan qanoat qilib turgin, chunki san haligi venturni keyin kelayotgan investorlarni va'dasiga ishonmay tur. Bermay qolsa nima bo'ladi degan vaziyatga tayyor tur deyiladi. Chunki ko'p startaplarni qoqilishida bu o'sha pul yetishmovchiligi bo'ladi. Albatta. Chunki pul yetishmagandan keyin hali daromadlar yo'q. Xodimlar ushlab tura olmaysiz, ketib qoladi. Va keyin produkt ham rivojlanmaydi. Zo'r loyiha bo'lsa ham rivojlanmas ekan. Rivojlanmaydida. IT loyihaga to'g'risi ITga 1 yildan oshdi, gapingizni bo'ldim. Doimo Rosa qiyin ekan. mablag' kerak doimo. Mablag', postoyanno uni boqib turishingiz kerak ekan. Shuni. Har doim pul yetkazib turish kerak ekan. Agar bunga tayyor bo'lmagan investor bo'lsa, umuman yaqinlashtirish kerak emas ekan. Shu narsalarni tushundim, ya'ni o'rgandim. Albatta. Bu ITni o'rganishimda men pul mablag'idan tashqari uni oqilona sarflash yo'li ham kerakda. Joyiga. Joyiga. Misol uchun ba'zida bo'ladiki, bir yilda $500,000 sarflaydi marketing. Bor shunaqa startaplarimiz. 500,000 bu marketing sarfladi degani havoga uchirdi deganida. Chunki reklamalarga nimalar berasiz. Agar u sizga mijozlar olib kelmagan bo'lsa, demak tamom. Ya'ni uchib ketdi. Shunaqa. Shuning uchun ham ba'zi paytlari biz aralashamiz. O'z investor biz boshida aytamiz, ko'p aralashmaymiz. Faqat chorakda bir marta board meetingda sizlar bilan gaplashamiz deymizda, lekin ba'zida ko'ramiz, shunaqangi katta ishlar bo'layotganda biz bordda yig'amiz deymiz. Chunki bordga bizda ovoz berish huquqimiz bor. Aytamizki, birinchi bunaqangi katta pul yoqishdan oldin kichkina test qilib ko'ringlar. Ya'ni bu sizlar mijozlarni jalb qilmoqchi bo'lgan kanallar, kichkina MVP qo'yib, samaralimi yo'qmi? Shunga o'xshash nimalarni qo'yamiz oldilariga. Tushunarli. Zo'r insight oldim o'zim ham hozir. Yaxshi. Kichkinagina demak bord qilsa, ya'ni o'shani keyin kengaytirsa bo'ladi. Ya'ni rasxod ham kamroq bo'ladi. Shunday. O'zim men o'ylashimcha, mana bu yerda bir o'zim ham tajribamdan va mana startap o'zi IT loyihani ozgina semirtirib, ana bor imkoniyati bilan qilib, keyin investorga chiqish kerak ekan o'zi. Shunisi yaxshiroq ekan o'zi. Chunki ozgina MVPga chiqib, uni sal jonlantirib olsangiz, keyin investorlarga bemalol gapingizni gapira olar ekansiz. Raqamlar bo'ladi qo'lingizda, qanaqadir biznesingiz bo'ladi, qanaqadir misol uchun o'zi nima deydi, biznes ozgina o'zini o'zi boqib, sal anaqa bo'lgandan keyin menimcha shunaqa qilgan yaxshimi yoki o'zi qarang, men o'rganib chiqqan startaplarni va asoschilarni o'rganib chiqib shunday xulosaga kelganman tajribam asosida. Faqat g'oya asosida pul ko'tarishga qiziqadigan tadbirkorlar, ular muvaffaqiyat ko'pincha chiqmaydi. Faqat g'oyasi bor, lekin pul jalb qilgisi kelyapti. Aksincha, g'oyasi bor. G'oyasini birinchi investorga olib chiqishga ozgina andisha qiladi. Undan ko'ra o'zini 20,000, 30,000 pulini ishlatadi. Tushundim. Va g'oyasini haqiqiy ishlab ketmasligiga ishonch hosil qiladi ichida. Keyin borib shunday yuz bilan, ko'z bilan keladiki, investorni ishontiradida. Bu hamma menimcha startap anaqalarimiz bu zo'r anaqa bo'ldi. Mana shunda gap juda ko'p tajribam kelganda, mana o'sha Rustam bilan birinchi uchrashganman. Builds'dagi o'sha Rustam mana yaxshi exit qildik u yerda. Muvaffaqiyatli qildi u bola. Atsenkasi hozir qancha? Agar sir bo'lmasa 20 millionga atsenka qildik. 20 million dollarga, mashalloh. TBCga sotayotganda. Endi mana shu bola bizga kelguncha o'zlarini bor
imkoniyatlarini yoqib bo'lishgan. Uchrashganman bu bilan. Hmm. 2019-yilmi yoki 18mi Men uchrashganman. hozir 2018 oxirida noyabr oylari edi, birinchi ko'rib tanishganimiz. O'shanda aytgandi biz 2 yildan beri ishlayapmiz. Ko'zlari yonib turardi. Keyin Shunaqa. zo'r anaqa bozorga vaqtida kirib kelgan va oldini ko'ra olgan. Gapingiz bor. Shunday. Shuning uchun bu asoschilar, tadbirkorlar shu narsaga e'tibor berish kerak. Investorlar ham keyin. Hozir mana investorlarimizni va tadbirkorlarni asosiy menda ko'rayotgan muammolarimdan o'sha investitsiya ilmi yo'q o'zi. Investorlik kim o'zi? Qanaqa bo'lishi kerak? Qanaqa tadbirkorni o'sha qaysi loyihalarga o'zi investitsiya kiritish kerak o'zi? Hozir mana endi bu narsalar ko'payyapti. Mana bundan 6-7 yil oldin yo'q edi-da bu anaqa terminlar ham o'zi kam ishlatilgan. Shunaqa. Misol uchun mana qadriyatlarimizga qaraydi degan gaplarimiz mana shu tadbirkorlar treninglarga borib o'rgandikda ko'proq aytildi. Oldin bo'lgan, misol uchun qanaqadir boshqa termin. Boshqa kontekstda qo'llaganmiz qadriyat. Bo'lgan bo'lsa kerak, lekin mana hozir tadbirkor haqida nima xulosa berasan deb ko'pchilik so'raydi mana tadbirkorlarni taniganimizga ham nima qadriyat qanaqa deydi. Keyin men aytdim, bilmayman, qadriyat hammani o'zini qadriyati bor-da, bilmayman deyman. Lekin mana shunaqa endi nimasi bo'lsa shunga qarab ma'lumot beraman, nima anaqa bo'lsa qo'ldan kelgancha. Lekin boya aytganimdek, tadbirkor qo'lida puli bor. Investorlik qilmoqchi va tushunmayapti uni. Va aytaylik bir emotsiyada bir anaqaga ko'taroq pul tikib qo'ydi. Keyin hech qanaqa shartnoma ham qilinmagan o'rtada. Shunchaki pul berilgan, og'zaki. Keyin berilgan va qanchadir oydan keyin u o'zini pulini so'rashni boshlayapti. Menga tabiiy holat, chunki o'zini nazarida shu to'g'ri. Naryoqdagi aytaylik startap loyiha, ular aytayaptiki, to'xtang, bu IT mana bunaqa loyiha, siz mana bu tikkan pulingiz mana bunaqa joyga ketyapti, hali bu o'zini o'zi hali ko'pchilik tanimaydi bu narsani deyapti-da. Endi shunaqa holatlarda bir o'rtalarda nizolar chiqqaniga guvoh bo'ldik. Ya'ni men aytmoqchi bo'lganim, tadbirkor o'zini qanaqa baholaydi, mana o'zi mana to'g'ri hozir bittada birdaniga bu investitsiya ilmini olib bittada bu narsani ola olmaydi-ku. Hozir mana biz ko'rayotganlar, ya'ni YouTube'da ko'rayotgan insonlar nimalarga qarash kerak? Qo'lida puli bor, investitsiya kiritmoqchi o'zi kiritmoqchi. Boshqa loyihalar. Boshqa loyihalar. Endi u biznesiga jalb qilmoqchi bo'lgan haqida ham gaplashamiz. Hozir asosiy jabr ko'rayotgan qo'lida pul bor-da. Xato qilmaslik uchun, ertaga nizolar chiqmasligi uchun nimalarga e'tibor berish kerak? Qanaqa nimalar borki, ya'ni qonuniyatda yoki tashkilotlar mana sizga o'xshagan bildik, mana sizga kelish. Hamma ham hozir sizdagi insonlarni hozir topish o'zi qiyin. Chunki tajriba bilan, hozir mana nima qilish kerak? Qo'lida pul bor. Birinchi bozordagi imkoniyatlarni o'ylab ko'rsin. Misol uchun aksariyat odamlar biznes sohasini tushunmaydigan bo'lsa, men aytamanki, undan ko'ra ko'chmas mulk yoki oltin yoki shunga o'xshash aktivlarga kiritib qo'y. Chunki insonni hammaga birdan aytamanki, birinchi o'sha pul kiritmoqchi bo'lgan sohangda loyihani tushunasanmi? Tushunmayman. Tushunmagan joyga pul kiritmas kerak. Bu o'zimda shaxsiy emas, Warren Buffett bilasiz, butun investorlarning ustozi, u kishi murabbiyi. O'sha kishini gapi va bu ustoz sifatida hamma investorlar juda qattiq amal qiladi. Misol uchun aytaylik, siz farmatsevtikada dori ishlab chiqarishga tushunmayapsiz misol uchun. Chunki dori ishlab chiqarish bilasiz, bu ham startapga o'xshagan bir 3 yil, 4 yil nimalardan o'tadi. Sizdan pul oldi, u dori chiqaraman dedi, qayerdadir qaysi bir komissiya uni bekor qildi. Bu dori zarar ekan deb chiqdi. Bu risk juda katta risk endi. Shuning uchun pul kiritayotganlar o'zlari yaxshi tushunish kerak. Kiyim-kechak tushunyaptimi? Misol uchun qachon mavsum bo'ladi, qachon savdo yaxshi bo'ladi. O'sha tushungan sohalariga kiritsin degan umumiy birinchi qoida bu.
Keyin agar yo'q tushunadigan sohasi bo'lsa, ikkinchisi o'sha kompaniyani hozirgi moliyaviy holatlarini borib o'rganish kerak. Agar shu paytgacha aytaylik, agar an'anaviy biznes haqida gaplashadigan bo'lsak, shu paytgacha yaxshi ishlab kelgan biznes bo'lsa, uni keyin ko'rsa bo'ladi. Lekin shu paytgacha faqat nimadir sabab bilan aytaylik, kamomad qilib, zararlarga kirib, ubitkalarda yurgan kompaniya bo'lsa, uniyam yaqinlashmaslik kerak. Chunki u jamoa shu paytgacha endi bizga ko'p bo'lganda, ubitka qilishini asosiy sababini investitsiya yetishmasligi, boshqa sabablar bilan izohlashgan. Va sizlar pul kiritsalaring, keyin biz rivojlanib ketamiz degan nimani qo'yadi. Bo'ldi. Bu ham haligi hozir mana shunaqa bo'lishi mumkin ekan, demak pul tikayotganda hozir men qo'limdagi mana shu pulni bersam, demak hozir yurib ketadi bu fikr keladida shunaqa. Chunki sizni shunday ishontiradi. Shunday ishontiradiki, agar faqat sizga o'xshagan odam yetishmay turibdi bizga. Siz kirsangiz tamom biz rivojlanib ketamiz deydi. Keyin kattaroq va'dalar berishadi. Misol uchun aytadi, 10% foydadan misol uchun aytaylik, $100,000 10% anaqa olib kelsa, foyda. Ya'ni $10,000 olib kelsa, shuni 50 ga 5,000 anaqa qilsak, bu oyiga 5,000 olib keladi deydi. Mana juda noto'g'ri, men o'zim ko'rgan bilganlarim. Lekin yiliga bu 60% bo'lib ketyapti-da o'zi aslida. Unaqa bizneslar hozir o'zi kamayyapti birinchidan. Va shubhalanish kerak o'zi shu yerda o'zidan demoqchiman-da o'zi. Chunki bitta narsa borki, endi u ubitkada yurgan kompaniyalar hammasi emas. Chunki o'zbekchaga aytsak, moliyaviy zarar deylik, o'sha zarar. Moliyaviy zararlarni asl sababi juda ko'p holatlarda o'sha biznesning egalari yoki uni yuritayotgan boshqaruvchilarda u pulni to'g'ri tasarruf qilish, to'g'ri boshqarish ilmi kuchli bo'lmaydi. Shuni asosiy sabab bo'ladi. Ertaga sizni investitsiyangiz ham xuddi shunaqangi noto'g'ri boshqarib zarar kirib ketishlari mumkin. Lekin ubitkani yana boshqa sabab bo'lishi mumkin. U kompaniya o'sayotgan bo'lishi mumkin. Doimo operatsion xarajatlar baland bo'lib kelgan, chunki bu aslida zararlar kompaniyani qiymatlarini o'stirishga olib kelyapti. Ko'proq mijozlarni egallashga, yangi produktlarni yaratishga ketyapti va bolalarni o'qitilyapti, bilim oshib boryapti. Shuning uchun bunaqangi yaxshi tomonlarga agar ketib zarar ko'rayotgan bo'lsa, u uncha qo'rqinchli emas. Uni ko'rib o'rganib chiqsak bo'ladi. Biznes egasi sifatida pul jalb qiladigan tadbirkorlarga nimalarga e'tibor berish kerak? Ya'ni biznesi bor, yurib turibdi, o'zi ishonadi, lekin pul yetmayapti. Pul yetishmasligi hammamizda bor. Yani kengayamam deydi-da, hammamiz kengayamiz yoki ya'ni ham nima deydi, o'zini o'sha ko'ra oladi, ya'ni shu pulni tortsa, ya'ni aniq ko'ra oladi biznes o'sishi. Lekin investor chaqirayotganda unga farqi yo'q, pul kerak-da endi hozir. Boshqa tadbirkorlar bo'ladi. Shu pul bo'lsa bo'ldi, hozir mana shuni tez tikib olish kerak. Hech bo'lmasa mol olib kelib berasan yoki mana qilib bersin deyshadi-da o'zi. Hozir ayniqsa shu narsalar anaqa bu an'anaviyga anaqaga kirib ketyapti hozir o'zi. Madaniyat bo'lib shakllanib qoldi ozgina. Shunaqa paytda investor nimalarga qarash kerak? Ya'ni qanaqa odamdan o'zi pul jalb qilish kerak? Ya'ni biznesni to'g'ri tushunish kerak avvalambor. Lekin qanaqa balki shartnomada nimalarga e'tibor berish kerak? Hozir sizning savolingiz bu tadbirkor, biznes egasi investordan pul jalb qilayotganda nimalarga e'tibor berish kerak? Shunaqa. Ya'ni investorga qo'yiladigan talablarni aytyapsizmi? Shunaqa. Misol, men Alijon aka yana ochiq gaplashishni yaxshi-ku. Misol uchun men tadbirkorlarni ichida yuramiz. Tadbirkor biznesga pul tikdilar. Bir haftadan keyin biznesi borib ofisiga kirib, "Davay menga anaqa ko'tar, anaqa men esimdan chiqib ketibdi, qancha o'zi foyda qilyapsan, nima qilyapsan?" Shu ofisiga kirib olibdilar-da. Ya'ni ofisiga kirib, "Anaqa menga отчёtlaring ko'rsatishing kerak, anaqa qilishing kerak" degan gaplar bo'lgan. Bu ko'p joylarda bo'lyapti bu narsa.
Keyin u tabiiyki uni asabi buziladi. Misol tadbirkor Albatta. sifatida, keyin aytdim deyaptilar, "Man pulingizni olib keting bo'lmasa, man hali ishlatmadim" deb pulini berib qutuldim deyaptilar. Mmh. Yaxshiyam pullarni hali institutga kiritmagan edim, Xudoyim bir asradi mani Mmh. deb o'zlari ham keyin afsuslandilar. Mmh. Yo'q, man keyin baribir endi kech deyaptilar-da. Chunki mani ofisimgacha kirib, man bo'lmaganman ofisda deyaptilar. Ofisimga kirib, qani, ko'taring, man xuddi o'zini biznesidek Mmh. nima qilibdilar-da. Shunaqa Mmh. holatlar bu Mmh. endi unaqa odam deb o'ylamaganlar u kishini o'zi. Mmh. Э, Ya'ni pul jigardan bo'ladi-ku baribir a bunaqasi. investorlarda, asosiy, emm, nima degan termin bor, smart money degan. Mhm. Ya'ni aqlli Aqlli pul, pul. aqlli pul. Hozirgi yoshlarimiz ko'p shunga e'tibor beradi, ayniqsa startap sohasida. Alijon aka bizga smart money kerakligi uchun Storjinga kelamiz deydi aksariyat. Chunki ularda ham katta-katta tadbir startap nimalar ham bor. Hmm. Misol uchun boring haligi mahalliy venchurlarni oling desam, "Yo'q, menga Storjinni tajribasi kerak" deydi. Hmm. Shu Storjinda ekspert Ha, tushundim. fikr kerak. Ha, Shu jihat. Manda Rustam, Bills'dagi Rustam ha, tavsiya qildi, sizlarni rosa maqtadi. ha, Man ko'p yordam bergan ekansizlar. Shu yordamni menga ham bersalaring deb ha. keladi-da. Bu Shuning nima uchun degani bu? Yanayam buni ichiga nima qilaylik? Qanaqa yordam? qiladigan bo'lsa, bu yordam ko'proq aytaylik bilim bilan bo'ladi birinchi navbatda. Moddiy Ha. emasda, to'g'rimi? Moddiy emas, pul kiritgandan tashqari, biz o'sha startap asoschilar bilan doim o'tirib, Ha. aytaylik, reja tuzadi. Hmm. Biznes reja, strategik reja tuzadi keyingi 1 yil, 2 yilga. Hmm. Biz reja tuzayotganda, demak, o'sha keyingi davrlarda qancha investitsiyaga ehtiyoji bo'ladi. Hmm. Ha? Hmm. Biz aytaylik, qancha yana pul kerak bo'ladi. Hmm. Qachon tochka bezubitga chiqadi misol uchun. O'sha aytaylik, o'sha foydalilik darajasiga qachon chiqadi. Bularni oldindan ko'ra bilgan asoschilar odatda muvaffaqiyatga tezroq chiqadi. Hmm. Lekin aytaylik, hamma narsa qorong'i bo'lsa, bir haftadan keyin, bir oydan keyingi ishlari noma'lum bo'lsa, u asoschilar ko'pincha shunaqa qilib yuraveradi. O'sha biz shunaqangi vaziyatlarda ko'p talab qilamiz. Ya'ni uni tuzayotgan rejalarini, chiqarayotgan qarorlarini to'g'ri ekaniga aminmi u, yo'qmi? Shularni tekshirib uni nima qilib turamiz, vazifalashtirib turamiz. Mana shu asosiy, ya'ni bilim, ya'ni u ko'rmagan jihatlarni biz aytib turamizda. Ha, tushunarli. Misol uchun, xo'p, mana bunaqangi narsani mana shu shartnoma kiritgan ekansan. Bo'ldi, shartnoma bo'yicha 3 oydan keyin sen $60,000 to'lashing kerak ekan ularga. Xo'p, $60,000 qayerdan topmoqchisan? Men hozir mana bu bilan shartnoma tuzdim. Mana bu kompaniya bilan biz ularga sotamiz, mahsulot sotamiz. Xo'p, ko'ramiz. Mahsulot sotadigan mahsulotidan aytaylik $10,000 tushadi. Bu tabiiyki u yetmaydi $60,000 nimani qoplashga misol uchun. Mana shunaqangi nimalarni aytib turamizda. Ya'ni oddiy til bilan aytganda, ularni qarorlarini, ya'ni ko'proq to'g'ri qaror qabul qilishga bizlar ularni o'rgatib turamiz. Va yana bitta muhim nima, o'zimizni ekspertizamiz yetmagan joylarda boshqalarni ham jalb qilishga, bizdan ham kuchliroq bo'lgan ekspertlar chaqirishga nima qilamiz haligi, kirishamiz. Ba'zida mana fintech sohasida Nima degani fintech? Fintech degan moliyaviy texnologiyalar. Misol uchun Payme, Clicklar, mana bular fintech kompaniyalar yoki Iman Invest ham misol uchun fintech desak bo'ladi. Ba'zi masalalar bo'yicha kuchliroq ekspertlarni jalb qilib beramiz. Bir xil terminlarni tadbirkorlar uchun, o'zim uchun ham tushunmaysam so'rash. Albatta. Yo'q, bemalol. Chunki sizlar endi ko'proq an'anaviy biznes sohasida yurasizlar. Bizlar endi ko'proq startaplar ishlaganimiz uchun ko'p terminlar chiqadi. Ana kuni Akmal akamni klublari bor ekan, o'sha Impact'ni aytishliklar hamma yig'ildi. Keyin men borib qoldim.
Rixsiboy do'stim, sherigimiz ham bor ekan. CTO'ngiz. Borsam shunaqa terminlar haqida gapirishyapti. O'zimni ancha anaqa ilmda orqada qolib ketganligimni juda bir his qildimda. Shu yerda keyin terminlarni yozyapman-da. Anaqa rezko o'sha joyda anaqa Gemini'ga tashlayapman. Men bu nima, bu nima terminlarni o'rganyapman sekin-sekin. O'zi shuni bir aytmoqchi bo'lgandim. Siz bilan Rixsiboy nimada bir o'qiysalaringiz bo'lar ekan, bironta startap akseleratsiya dasturlari bor-ku. Endi Rixsiboy o'qiganlar-ku, men o'qib chiqishim kerak. Siz ham o'qish, bo'lmasa siz ham o'qishingiz kerak. O'sha 3 oylik nimalarda ular to'liq o'rgatadi. Terminlarni, yaxshi anaqalar ko'rsatsangiz, men o'qib chiqmoqchiman, o'zim ustimda ishlamoqchiman ozgina. Startap nima qilib. Aljon aka, mana hozir o'zingizlarda tajribangizda, o'z komandangizda, siz komandangiz bormi? Men misol uchun aytaylik, mana hozir men suhbatimiz erkin suhbat bo'ldi va asosiy bizning mavzuyimiz bu investorlik ilmi. Demak, men hozir qo'limda agar pulim bo'lsa ham, agar meni salohiyatim bo'lmasa, startapdagi narigi sifatli startapga ham pul tika olmas ekanman, pulim bo'lsa ham-da. Hozir shunaqa xulosaga keldim. Ya'ni biznes egasi, ya'ni startap deylik yoki biznes yurib turgan biznes egasi ham hozirgi kunda demak investorlar faqat puliga emas, uni aqliy salohiyatiga ham katta qarayotgan ekan. Tajribali bo'lsa, men Nevzat Aydin yemak sepetini asoschisi, men 2023-yil ofislariga borganman. Nevzat Aydin borganimda o'sha yerda zo'r gap eshitganman. Ular aytganlarki, ba'zi bir bizneslar bor. Zo'r biznes yurib ketadigan, lekin uni asoschisi yaxshi bo'lmasa, ya'ni asoschisi, ya'ni ilmi pastroq bo'lsa, yurib ketish qiyinroq bo'lsa, shu paytda biz ilm shu sohani yaxshi biladigan investor kiritib qo'yamiz. Deganlar-da, zo'r narsa aytganlar o'sha. Ya'ni sherik qilamiz, o'sha bilan anaqa yaxshiroq yuradi. Men sizga maslahat bergan bo'lardim. Mana hozir angel klublar ochilyapti. Biznes angellar bilasiz, biznes farishta deganda, mana C-Space, nima Dilmurod degan bola ta'sis qilgan. Men shu hozir keyin nima ham Davronbeklar, Aloqa Ventures'ni taniysizmi? Ular ham hozir bir ta'sis qilyapti. Biznes klub. O'shaqa joylarga kirib, ular ham o'rgatadi va keyin doimo ular soprovojdat qiladi. Ya'ni o'zlarini ekspertlik fikrini, ya'ni startaplarni o'rganib, baholab, keyin o'zlarini klubidagi investorlarga buni tushuntirib berib turadi. Ya'ni yaxshi ko'makchi rolni bajaradi. Va 1 yil 2 yildan keyin o'zingiz ham ancha keyin mustaqil baholaydigan bo'lib qolasiz startaplarni. Ko'p ishtirok etsangiz, ko'rib borsangiz, nimalarga e'tibor beryapti bular, qanday o'rganyapti. Pitch deydi-da, haligi startap asoschi investorlarning oldida ma'lum bir muddat ichida taqdimot qilib beradi. Shuni pitch deydi. O'sha pitch qilayotganda taqdimot deganimi? Taqdimot degani nima savollar berilyapti? Biznes razborga o'xshagan savollar berib, keyin uni javobi biz investorlarning bahomiz bo'ladi. Uni javobidan kelib chiqib biz unga baho beramiz. Bu investitsiya qilsa bo'ladimi, yo'qmi? Chunki ular tayyorlab kelgan material bir 10-20% hal qiladi-da masalani. Lekin qolgan 70-80% holatlarda nima javoblarni olamiz. Yana Aljon aka, endi men to'g'risi juda xursand bo'ldim. Ancha o'zim suhbatimiz davomida ancha narsalar bemalol. Sharoit yo'q ekan yozishga, men nimadir yozib qo'y desam, hurmatsizlik bo'lmasin deb. Keyingi nimani o'zim podkastni o'zim ko'rib chiqaman yaxshiroq. Nimada qilish kerak bo'ladi? Haligi doskasi bor, nimasi bor. Shunaqa joyda. Agar xo'p, siz ikkinchi marta bir podkast olaylik, ya'ni ikkinchi qism. Misol, nima mavzuda, ya'ni siz nimani hozir qasd qildingizki, ya'ni doska bo'lsa, ya'ni nimani tushuntirib berardingiz yoki aytaylik, o'zi mana nonushta qilganimizda nimani qasd qilib, ya'ni bu o'zi podkast olganimiz sababi bor, ya'ni odamlar, ya'ni tadbirkorlarimiz, qora ko'zlarimiz
investitsiya nima o'zi, qanaqa qilinishi kerak, qatlaga qilinishi kerak degan savoldan kelib chiqdi manimcha. Endi ikkinchi qismida nimani qilsak bo'ladi? Menga ham rosa qiziq mana hozir. Ha, Nima mavzuda? ikkinchisida men iloji boricha bir predmetni haligi qilish kerak deb o'ylayman. Kerak bo'lsa mana o'sha siz ham eslatdingiz, o'sha milliy chempionlarimiz Korzinka, Safiya, Evos, yana hozir ko'p-ku hozir bu brendlar quvonarlisi shuki, bu milliy brendlarimiz juda yaxshi muvaffaqiyatlarni qozonishyapti va lekin baribir ulardagi og'riq miqdorlari ko'p. Ayniqsa ularning investitsion mablag'larga bo'lgan ehtiyoji katta. Chunki bular hammasi o'sib kelyapti-da. Demak, o'syaptimi biznes, demak unda doimo kapitalga ehtiyoji bo'ladi. Endi siz yana bir qadriyat degan narsani eslatib ketdingiz. Meni tajribamdan ko'rganim, ko'p mana shu yaxshi o'sayotgan kompaniyalardagi halol kapitalga bo'lgan qadriyat ustun turadi. Ya'ni kapital halol yo'l bilan kelishi kerak. Bu juda yaxshi nimalardan. Endi o'zimda ikkinchi nimam bilasiz, mutaxassis islom moliyasi bo'yicha. Ozgina shu haqida gapiring. Islom moliyasi bo'yicha ham ustozlik qilaman, dars beraman. Oliy mahadda dars berasiz? Oliy mahadda dars beraman. Qancha yildan beri dars berasiz Oliy mahadda? Umumiy bu yil 4 yil to'ldi. Undan oldin 3 yil Islom akademiyasida dars bergansiz. Dars berganman shu islom moliyasi bo'yicha. Demak, 7 yildan beri shu sohada islom moliyasi bo'yicha dars berib kelaman. Demak, bu bularda asosiy og'riqli nuqta shular bilan gaplashsa bo'ladi. Ya'ni aholida esa pullarini halol loyihalarga joylashtirish ehtiyoji bor. Bizneslarda esa halol kapitallarni ya'ni nima qilish, jalb qilish ehtiyoji bor. Shuni ikkalasini tutashtiradigan bir tashabbus qilsak bo'ladi. Xo'p, bo'ladi. Tashabbus qilsak bo'ladi. Mana misol uchun aytaylik, o'sha kommandit sherikchiligiga o'xshagan shaklda qilsak bo'ladi. Muzoraba asosida, misol uchun moliyalashtirishni o'ylab ko'rsak bo'ladi. Yoki Korzinkaga o'xshagan katta kompaniyalar sukuk qog'ozlarni chiqarsak bo'ladi. Sukuk bilan 20, 30, 100 millionlik mablag'lar jalb qilsa bo'ladida. Iloji bo'lsa, bu kompaniyalarni keyingi IPOga tayyorlashlarini o'ylashimiz kerak. Aksiya chiqarib. Nimaga? Chunki IPOga chiqarilgandan keyin birinchidan o'zlarida juda imkoniyatlar keng bo'ladi. Bu kompaniyalarda. O'zi IPOga olib chiqish juda qiyin. Qiyin endi. Qiyin-u, lekin harakat qilib ko'rish kerak. Bizda qaysi kompaniyalar IPOga chiqqan? Bizda ko'proq banklar, bizning banklarimiz qilgan va keyin hozir davlat kompaniyalari bor. Ularni ham tayyorlashyapti. Mana yaqinda bir Uznif degan bir nima chiqayapti. O'zbekistonning milliy investitsion fondi. U o'zini tarkibiga bir nechta davlat kompaniyalarini olgan. Ulardan katta ulushlar olganda, endi ular kelajakda IPO qilish niyati bor. Va shu bilan aholi agar aksiyalar sotib oladigan bo'lsa, o'zlarimizning milliy o'sha eng strategik katta kompaniyalarga ularni aksiyalariga ega bo'lamiz. Lekin men juda xohlardimki, mana o'sha Korzinka yo bo'lmasa Safiya bo'lsin, chunki o'zim doim ulardan iste'mol qilaman. Shular IPOga chiqadigan bo'lsa yoki sukuk chiqaradigan bo'lsa hech bo'lmasa va biz shulardan olsak, ularni kapitalizatsiyasi o'sishida ularni investorlaridan, hozirgi investorlardan ko'ra bu oddiy aholi ham manfaatdor bo'lsin. Chunki aytaylik, o'sha Korzinkani hozir 150 ta 200 ta do'koni bo'ladigan bo'lsa, ularni investorlarini aholi boy qilyapti-da. O'sha doimiy ravishda, to'g'rimi? Demak, aholini ham qisman ma'nan haqqi bor
o'sha korzinkalarda yoki boshqa kompaniyalarda kapitalizatsiyasi o'sishdan ularda ham ozgina haqqi bor deb o'ylayman. Chunki hissa qo'shyapti-da. Inglizchasi stakeholder deydi. O'zi asosiy stakeholder biznesda bu sizni xaridorlaringiz, mijozlaringiz. Chunki ular borligi uchun siz borsiz-da. Ular bo'lmaganda bu bizneslar ham bo'lmasdi. Shuning uchun mana Amerikalarda oddiy xalq o'sha o'zlari foydalanadigan Apple'da aksiyasini olishlari mumkin. Va keyin Apple'da aksiya nimasi oshadigan bo'lsa, kapitalizatsiya oshadigan bo'lsa, oddiy xalq bundan boyiydi. Chunki aksiyaning egasi-da. Va keyin ertaga telefonni sotib olganda og'rimaydi ular. Shu qisman meni ham ulushim bor shu telefonda deydi-da. Xuddi shunda ertaga siz ham faraz qiling, korzinkani siz aksiya egasisiz. Siz endi havasga emasda ko'proq korzinkaga pulim ketsa deysiz. Chunki u ham sizga qaytadi. Tushundim. Demak, keyingi mavzumizda shu agar agar shunaqa mavzularda gaplashsak, misol uchun yaxshi bir tashabbuslar qiladigan bo'lsak. Demak, suhbatda bizda Aljon aka Ravshanov deganda bu venture investorlik ilmi bor. Endi private equity, venture investor umuman hammasi moliyachi va islom moliyasini ham yaxshi tushunadigan bir inson. Bu juda sizlar keraksizlar bizga. Ya'ni sizlarni biz majbur olib chiqib anaqa qilishimiz kerak-da o'zi. Ya'ni tadbirkorlarga majbur deb aytmaylik haligi. Sababchi bo'lib qolsak, biz ham xudo xolasa xursand bo'lamiz. Shunday. Qancha tadbirkorning duosini olamiz. Alhamdulillah. Kattakon rahmat suhbat uchun. Sizga ham rahmat taklif uchun. Ishlaringizga omad. Rahmat. Keyingi safar, keyingi qismda, ikkinchi qismda xudo xolasa boshqacha formatda yana inshaalloh ko'rishamiz. Inshaalloh. Sog' bo'ling, salomat. Omon bo'ling. Rahmat.